Siz men qarang. vazifa, men eshitasizmi yo'qmi? Siz meni eshitmayapsiz. Siz meni eshitmayapsiz. Qoida buzar tushundim. Hujjatlaringizni taqdim Nega body kamerasi olayotganligi haqida ogohlantirmadingiz meni? Body kameram olayotganligi haqida ogohlantirib eshitmagandirsiz. Ogohlantirganingiz video tasviri bor, ikkita bu ham bor. Men qarang, hurmatli haydovchi, hujjatlaringizni taqdim qiling. Body kamerasi ishlamasa men taqdim qilishga majburmanmi? Ishlamasa, ishlashmasligingizni qayerdan bilasiz? Yo'q, men qayerdan bilaman? Men bittasi bilan gaplashib, aralashtirib o'tirayin endi. Hujjatlaringizni Ochiqlik, gap eshitasizmi? Ochiqlik va shaffoflik prinsipiga asosan videoga olma. Kechirasiz. Mayli. Hujjatlaringizni taqdim qilasizmi? Okey, xatoyingiz to'g'rilab ketay. Hujjatlaringizni taqdim qilasizmi? Xatoyingiz to'g'rilab ketay dedim. Qonuniy talab qila olmadi. Hozir men sizga tushuntirib beraman, ne qonuniy talab qila olmaganini. Qilayotmay turing. Obke, qog'oz bilan olib. Va planshetga chiqar. Chiqdim. Siz talab qilsiz. Qonuniy talab. Gapim eshiting, aka, men ham gapiray. Xo'p, mayli, siz gapiring, bo'lsa men eshitmay turaman. Yo, siz gapirib bo'lganmikin gapiring. Gapiryapman, siz bu sizning og'zingizga. Xo'p, tushuntiring. Body kamerasi ishlamayotgandi. Shu qatori sizga ham ishlamayapti. Endi body kamerasi ishlamayotgan YPX xodimga men hujjatlarimni taqdim qilishga majbur emasman. Keyingi men gapirib olay, gapim bo'lmay turing. Ya'ni o'z xizmat vazifasini bajarish jarayonida 3-shaxsni jalb qilgan. Oqilona, odilona baho bering. Bularning qilgan ishi to'g'rimi yo xatomi, shuni ayting. Bo'ldi, men gap ko'paytirmaydi. Bo'ldi, xo'p. O'zim so'rayman. Ushbu video davomini Qonuniy gaplashamiz YouTube kanalidan to'liq qismini ko'rib olsangiz bo'ladi. Va menga haydovchilar juda ham ko'p savol berishadi. GAI xodimlari bilan qonuniy gaplash uchun qaysi kitobni o'qishni maslahat berasiz deyshadi. Bunaqa yo'nalishda aynan bir qo'llanma yoki kitob mavjud emas. Bu narsani o'rganishingiz uchun qarorlar, kodekslar, kitoblar, prezident qarorlari, vazirlar mahkamasi qarorlari juda ham bunaqa ma'lumotlar qilib yotibdi. Shuning uchun aynan haydovchilarga foydasi tegadigan men qonuniy gaplashamiz qo'llanmasini yaratdim. Ushbu qo'llanmada noqonuniy jarimalar bekor qilishdan tortib, GAI xodimlari bilan qonuniy gaplashamiz mavzularigacha to'liq yoritib berilgan. Ushbu kitobni Telegram kanalidagi qonuniy gaplashamiz bot orqali olsangiz bo'ladi. Eslatma, qonuniy gaplashamiz qo'llanmasi haydovchilarga huquqiy qalqon bo'lib xizmat qiladi.